Assalomu alaykum yurtdoshlar. Hammalaring sog' salomatmisizlar? Mana shu Marhamat shahridagi Jalolbek klinikasiga kelganman. Shu yerda Opa qarang, nima xijoltimi yaxshi gapirib, ovozi baland gapiravering. 2 marta muolajalarini oldim. Alhamdulillah shukrman. Allohga shukr. Mana bu kasallikni 10 yildan o'tdi. 10 yil davomida juda qiynalganman. Bormagan shifoxonam qolmagan. O'zim Marg'ilon shahrida yashayman. O'sha Marg'ilon shahridagi bir nerpatolog Ulug'bek ismli nerpatolog o'g'lim bor edilar. Shu kishim o'g'lim oldilariga borsam, Jalolbekni videolarini telefonlari orqali menga ko'rsatganlar. Shu vaqtda o'g'limga, o'sha nerpatolog o'g'limga rahmat aytib, shu bola orqali men shu Jalolbekni axtarib topib kelganman men shu klinikaga. Boshida men o'zim umuman ishonmaganman. Yurtdoshlar ishonsalaring, men hech ham ishonmaganman bu. Kelgan paytingizda ishonmasidingiz-da, davolanib shifo topib ketishligiga ishonmagansiz, a? Ishonmaganman. Endi shu men judayam ko'p lecheniyalar, bormagan joylarni ko'p joyga davolangansiz. Juda ko'p davolanganman. Yaxshi, sizga Ulug'bek aka vrach sababli bo'lib qolgan ekanda bizga kelishingizga. Albatta, shu o'g'lim sababchi bo'lganlar. Yaxshi. Men faqat tabletkalar orqali, ukollar orqali yurardim. Hozir 2 kurs muolajamizni tugatdingiz, xola. 2 kurs muolajamizni tugatdingiz. Asosan shu 3 shoxli nerv nevralgiyasi bilan kelgan. Endi opamiz endi hali hayajonda, xursandchilikdan yig'lab gapiryapti, xursandchilikdan albatta. Bunaqa og'riqlarsiz, hozir og'riqlarsiz yuribdi-da hozirgi paytda. Shuning uchun xursand bo'lganidan shunaqa 3 shoxli nerv nevralgiyasi bilan kasallangan bemorlarga tushuncha bo'lishligi uchun jindek ko'z yoshi bo'lib ketyapti. Endi bu albatta xursandchilikdan, xudo xolasa. Yanimdan yig'layman, o'zim tuta olmayman. Oldin juda ko'p qiynalgan bu opamiz, juda ko'p joylarda ukol dori olib, davolanib, shifo topolmasdan, ash kechalari endi uyqu uxlay olmasdan bu shoxli nerv og'rig'ini biladiganlar biladi, juda yomon og'riq. Hozir mana kasalliklarni ko'rsatamiz bu yoqda. Xudo xolasa 2 kurs muolaja oldi, shu 3 shoxli nerv nevralgiyasi bilan kelgan. Endi bu kasalligingizga qancha foizga yaxshilandim deysiz 2 kursimizda? 2 kursda men 70-75% ga o'zgardi-da. Hozir deyarli og'riqlaringiz yo'q, a? Og'riqlarim yo'q. Avvalgiga nisbatan hech ham og'riq yo'q. Og'riq yo'q hisoblaysiz. Bu kasallikni boshidan o'tkazgan odam bilar ekan. Endi qanaqa dorilar ichar edingiz? Oldin men karbamazepinni tindirmasdan ichardim. Bir kunda necha mahal ichardingiz? Kunda 3 mahalgacha ham borgan. O'shanda ham og'riq bo'lardi. O'shanda ham og'riq bo'lardi men. Hozir u doringizdan chiqib ketdingizmi, xudo xolasa? Doridan albatta Allohga shukr qilaman. 2 marta mana shu asalari terapiyasini o'tkazganimdan keyin, ikkinchi etapidan keyin uyimga qaytganimdan keyin chiqib ketdim, umuman chiqib ketdim. Hozir dori ichmayapsiz, a? Hozir ichmayapman. Yaxshi, Alloh shifosini bersin. Xo'p, endi og'riqlaringiz o'ta kuchli edi sizni. Yana bu yerda xo'p, stomatit ham bor edi ekan-a? Stomatitda nima o'zgarish bo'ldi? Stomatitim doktorga borardim, tishlarimni, oziq tishlarim qolmagan hozir. Hammasini olib tashlashgan. Shu tishingiz og'riyapti deb stomatologlar olib tashlashgan edi. Hozir stomatit chiqyaptimi, chiqmayaptimi? Yo'q, hech ham stomatit. U birinchi kursimizda to'xtadi, xudo xolasa. Birinchi etapimizda stomatitlarim to'xtagan. Kelgan paytingizda bor edi-da sizda. Hech kim kelgan paytimda faqat xonadan chiqmas edim. Hech kimga qo'shila olmasdim, gaplasha olmasdim. Hatto ro'molimni ham o'ra olmasdim. Yig'lab yotar edim. Alloh shifo bersin mana. Hozir maza qilib yuribsiz, xudo xolasa. Xo'p, endi ikkala oyoq tizza pastlarda uvushlar, og'riqlar bor ekanda? Oyoqlarimda uvushlar bor edi, sovqotishlar bor edi. O'shalar alhamdulillah shukr hozir. U qancha foizga yaxshilangan hozirda? 100% desam ham bo'laveradi. Umuman sizda hozir uvushlar qolmadi, og'riqlaringiz ham qolmadi? Qolmadi. Yaxshi. Cherpning davleni bor ekan, bosh og'riqlaringiz. Undacha? Davleni ham chiqmayapti. Mana shu kelganimdan beri chiqqani yo'q. Maza qilib namozlaringizni o'qiyapsizmi? Alhamdulillah, namozlarimga bir ham ildan bo'lib qoldim. Yaxshi. Allohga bekish shukur. Alloh shifo bersin. Endi shu 3 shoxli nerv nevralgiyasi bilan kasallangan bemorlarga nima tavsiya qilgan bo'lardingiz mana? Har xil joylarda davolanib ko'rdingiz. Qaysi biri sizga yaxshiroq natijaga erishtirdi? Yurtdoshlarim, opa-ukalarim, og'alar, hammalaring kelinglar shu yerdan shifo izlab, shu Allohdan so'rab kelinglar. Alloh shifosini bersin. Berar ekan.
mana shu yerda yurgan barcha yotgan kasalliklarni davolayotganlar nomidan shu o'g'lim Javlonbekka, mana shu yerda xizmat qilayotgan qizlariga, Nafisaxonga mingdan ming rahmat. Alloh rozi bo'lsin. umrlarini ziyoda qilsin. Martabalarini bundan-da oliy qilsin ilohim Allohim. Barcha yotgan shifo izlab kelgan bemorlarga Alloh shifo komilini bersin ilohim. Hozir mana shu 25 ta odam yotibdi. Mana o'tgan safar endi siz 2 kurs muolaja oldingiz, a? Shu yerda shu paytda davo topmagan bemorni ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Yo'q, men hech ham ko'rmadim. Hammasi davo topib chiqib ketyaptimi? Hammasi davo topib chiqib ketishyapti, hammasi. Alloh shifosini bersin. Shifo bersin ilohim har bandaga. Faqat kelinglar. Kasalxonalarda izlab yurmanglar, aptekalarda izlab yurmanglar. Shu yerga kelinglar, shu yerdan davo izlab ketasiz, topib ketasizlar inshaalloh. Xudo xolasa, xudo Xudo xolasa. xolasa. Endi 2-kursdan keyin bizga ishonishni boshlabsiz-da, bo'lmasam, a? Albatta shunaqangi kutdim, 10 kunni o'tishi menga uzoq bo'lib ketdi. Yugurgilab keldim. Xudo xolasa mana shu 3-etapda ham bir yo'li qoladi degan umiddaman. Inshaalloh, inshaalloh. Yaxshi. Rahmat opa, sizga ham salomat bo'ling. Sizlarga ham sog' bo'linglar, tanijonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzun bo'lsin, martabalaring bundan-da ziyoda bo'lsin. Rahmat, Allohu akbar, rahmat.